Pollarımda tasavvurda men adalet paspanı evimizi tinchligini asruvchi, uyni tozalovchi, mehr beruvchi, muhabbat beruvchi, tabassum beruvchi inson hisoblanaman. Yerimda ko'z o'ngida men unga oltin baliqchiman. Yo'q narsasim bor beraman. Meni o'tiradi 1-2 bo'lgan tanog'is kelmaydi. Yine canımda ko'zida men dunyodagi eng go'zal nozik tablo oq malika bo'lib ko'rinaman. Enamni ko'z bilan qarasangiz, birovga haqiqiy xiyonat qilmaydigan, uyim-joyim deydigan, birini ikki qiladigan aqlli ayol bo'lib ko'rinaman. Aka-uka opa-singlim nimagadir talash qilsak, sen shoxim bormi, sen shoxim bor deb osamga tegib, meni faqat kallasi shoxi bor shoxli ayol deb tasavvur qilgan doim men. Meni qaynona tarafimni, yerim tarafdan butun urug'iga Bannisadagi haykalda mana shunday ko'rinishda bo'lgan. Men shunday ko'rinishda qolish niyatidaman. Ko'rinishda foydali taraflari sizga hech kim yaqinlashamaydi, virus infeksiyalari yuqmaydi, asabingizga tegmaydi. Bu ko'rinishda bo'lsangiz, o'sha qaynona tarafdan omon chiqishingiz aniq.